Assalomu alaykum. Bugungi demak 10-mavzuimiz funksiya differensiali. Differensialda quyidagi nimalarni o'rganamiz. Funksiya differensiali tushunchasi, funksiya differensialning geometrik ma'nosi, differensialning fizik ma'nosi, differensialning xossalari va taqribiy hisoblashda ishlatiladigan formulalar hamda yuqori tartibli differensiallar. Demak, funksiya differensiali tushunchasi biza juda ham yaxshi bilamiz. Funksiya orttirmasini demak delta y bizada demak barobar nimaga teng edi. Ya'ni birinchi shu x0 nuqtaning atrofida funksiya differensiallanuvchi bo'lsin. Unda demak chekli hosila mavjud bo'ladi. Ya'ni limit delta y taqsim delta x barobar f' x delta x'imiz 0 ga intilganda. Endi biza limit haqidagi teoremaga ko'ra funksiyaning limiti va cheksiz kichik miqdor orasidagi bog'lanish teoremasiga ko'ra biza delta y taqsim delta x barobar f' x plus alfa delta x ko'rinishida yozishimiz mumkin. Bu yerda alfa delta x'imiz cheksiz kichik miqdor, ya'ni delta x 0 ga intilganda 0 ga intiluvchi miqdor hisoblanadi. Bundan demak umumiy mahraj tayyorlaydigan bo'lsak, delta y'imizning, ya'ni funksiya orttirmasining ko'rinishi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Ya'ni f' x ko'paytirilgan delta x plus alfa delta x ko'paytirilgan delta x ko'rinishga ega bo'lamiz. Shunday qilib funksiya orttirmasi demak delta y ikkita qismga bo'linadi. Ya'ni birinchisi delta x ga nisbatan chiziqli qismi deyiladi. Ikkinchisi esa chiziqsiz qism, ya'ni delta x ga qaraganda yuqori tartibli cheksiz kichik miqdor. Bundan quyidagi ta'rifni keltirishimiz mumkin bo'ladi. Funksiya orttirmasining chiziqli qismiga funksiyaning differensiali deyiladi. Va u funksiya hosilasini argument orttirmasining ko'paytmasiga teng. Ya'ni f' x ko'paytirilgan delta x. Buni dy bilan belgilaymiz. Misolda ko'rishimiz mumkin. Mana funksiya orttirmasi hamda differensialni hisoblang. Y barobar 2x kvadrat minus 3x. Agarda x barobar 10 nuqta va delta x'imiz 0,1 bo'lganda funksiya orttirmasi va differensialni hisoblaymiz. Differensiali juda ham oson. Demak, hosilasini olamiz. Hosilasi funksiyani hosilasi demak birinchi funksiyaga qaytamiz hozir. 4x minus 3 ga teng. Funksiya orttirmasi esa mana 4x plus 2 ko'paytirilgan delta x minus 3 ko'paytirilgan delta x ga teng bo'ldi. Endi x ning o'rniga 10 hamda delta x ning o'rniga 0,1 qiymatni qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, funksiya orttirmasi bizada teng bo'ldi 3,72. Funksiya differensiali esa 3,7 ga teng. Bu nimani bildiradi? Demak, funksiya orttirmasining chiziqli qismi ekan. Funksiya orttirmasi barobar funksiya differensiali yana plus cheksiz kichik miqdor. Cheksiz kichik miqdorimiz 0,2 ga teng. Ikkinchi misol, demak, funksiya differensialni hisoblashimiz kerak. Y barobar x funksiya berilgan. dy bunda barobar dx bo'ladi. Funksiya differensialni ta'rifiga ko'ra f' x ko'paytirilgan delta x bo'lishi kerak. X ning hosilasi ko'paytirilgan delta x bu barobar delta x ga teng bo'lib qoladi. X ning hosilasi 1 ga teng. Bundan kelib chiqadiki, erkli o'zgaruvchining differensiali, ya'ni dx'imiz teng bo'lar ekan uning orttirmasiga, ya'ni delta x'imiz barobar dx ekanligi kelib chiqadi. Demak, elementar funksiyalarning differensial jadvali berilgan. Endi biza hosila bilan solishtirib o'rganamiz buni. Demak, x n ning hosilasi barobar n ko'paytirilgan x n minus 1 edi. O'shanga dx ni ko'paytirsak differensial hosil bo'ladi.
Mana a darajasi x ning hosilasi a darajasi x ln a edi. Dx ni ko'paytiradigan bo'lsak, demak, uning differensiali hosil bo'ldi. Logaritm a asosiga ko'ra x ning hosilasi 1 taqsim x, logaritm a asosiga ko'ra y edi. Demak, unga dx ni ko'paytirsak, differensial hosil bo'ldi. To'rtinchisi, natural logaritm x ning hosilasi 1 taqsim x edi. Unga dx ni ko'paytirsak, natural logaritm x ning differensiali kelib chiqadi. Xuddi shunaqa quyidagi formulalarni hammasini yozishimiz mumkin. Demak, sinusning differensiali cosinus x dx, cosinus x ning differensiali minus sinus x dx, tangens x ning differensiali 1 taqsim cosinus kvadrat x dx, kotangens ning differensiali minus 1 taqsim sinus kvadrat x dx ga teng. Keyingi formulamiz arctangens teskari funksiyalarning differensiallari. Arcsinus ning differensiali 1 taqsim ildizosti 1 minus x kvadrat dx ga teng. Arccosinus ning differensiali minus 1 taqsim 1 minus x kvadrat ga teng. Dx ga arctangenusniki 1 taqsim 1 plus x kvadrat dx. Arccotangenusniki minus 1 taqsim 1 plus x kvadrat dx. Endi shu differensiallashning endi geometrik ma'nosi quyidagidan iborat. Y barobar fx funksiya grafikida joylashgan ixtiyoriy nuqta mx y ni olamiz. X argumentga delta x orttirma beramiz. Unda funksiyaning orttirmasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Y funksiyaning chiziqning mx nuqtadagi urinmasini o'tkazamiz. Hosilaning geometrik ma'nosidan quyidagi o'rinli bo'ladi. Ya'ni f'(x) barobar tangens alfa. Ya'ni birinchi tartibli hosilamiz burchak koeffitsiyentga teng. Bundan grafikda yaxshilab e'tibor berishimiz kerak. Mana funksiyaning m nuqta belgilab oldik. M nuqtadan o'tkazilgan urinmani chizamiz. Hamda burchak koeffitsiyentimiz alfa. Demak, mn masofa bizda delta x ga teng. Demak, mana delta y masofamiz. Endi kn masofani hisoblashimiz kerak bo'ladi. Bu delta y ga teng bo'ladi. Ya'ni mk ni yaxshilab e'tibor beringlar. Mk barobar tangens alfa barobar demak kn taqsim mn ga teng. Ya'ni qaranglar, kn barobar mn ko'paytirilgan tangens alfa. Bu esa barobar delta x ko'paytirilgan f'(x). Bu knimiz funksiya differensialiga teng bo'lar ekan, ya'ni dy ga. Funksiya differensiali demak y barobar fx funksiya grafikiga o'tkazilgan urinmaning x demak delta x orttirma olgandagi orttirmasiga teng bo'lar ekan. Endi differensialning fizik ma'nosi moddiy nuqta berilgan bo'lsa, s barobar f ta ko'rinishda, bu yerda s bosib o'tilgan yo'l, t vaqt, f ta differensiallanuvchi funksiya yoki qonuniyat bilan to'g'ri chiziqli harakatlanayotgan bo'lsin. Ya'ni delta t orttirma berilgan bo'lsak, delta t vaqt oralig'idagi nuqta quyidagi delta s yo'lni bosib o'tadi. Yo'lning bu orttirmasi demak ko'rinishda ifodalanishimiz mumkin bo'ladi. Bu yo'lni nuqta biror o'zgaruvchan tezlik bilan bosib o'tganligini bildiradi. Agarda delta t vaqt oralig'ida nuqta o'zgarmas tezlik, ya'ni t vaqtdagi tezligiga teng tezlik bilan harakatlandi desak, u holda bosib o'tgan yo'l f'(t) delta t ga teng. Bu esa yo'lning differensialiga teng bo'lar ekan. Bu o'rtacha tezlikni ifodalab beradi. Endi differensiallash xossalari, birinchisi mana konstantadan olingan differensial 0 ga teng. O'zgarmas soni differensial belgisidan tashqariga chiqarish mumkin. Bu hosilada ham bor edi. Endi keyingisi demak differensiallanuvchi funksiya yig'indisining yoki ayirmasining differensiali shu funksiyalarning differensiallarining yig'indisi yoki ayirmasiga teng bo'ladi.
Keyingi xossasi, demak, ko'paytmaning differensiali, ya'ni ikki funksiya ko'paytmasining differensiali, birinchi funksiyaning differensiali, ikkinchi funksiyaning ko'paytmasi va ikkinchi funksiya differensiali birinchi funksiyaga ko'paytmasining yig'indisiga teng bo'ladi. Ya'ni duv barobar du ko'paytirilgan v plus duv ko'paytirilgan u ga. Keyingi xossamiz bizada bo'linmadan olingan differensial du ko'paytirilgan v minus dv ko'paytirilgan u taqsim v kvadrat. Xossilarning demak formulalariga o'xshash. Xossilarning xossalarida mavjud bo'lmagan xossa bor. Bu differensialda mavjud. Bu differensialning invariantlik xossasi deyiladi. Ya'ni differensialning ta'rifiga ko'ra dy bu f'(x) dx. Endi murakkab funksiyani qaraydigan bo'lsak, ya'ni y barobar fu, bu yerda u'miz fx funksiya. Ya'ni murakkab funksiya berilgan. Uning differensialini qaraydigan bo'lsak, differensialimiz dy f''imiz demak barobar f''u ko'paytirilgan u' bo'ladi. Undan funksiya differensialini quyidagicha bo'ladi, ya'ni dy barobar f'(x) dx barobar f''u ko'paytirilgan u' dx. U' dx'imiz bu du ni beradi. Du esa demak dy barobar f''u du. Bu yerdagi ya'ni f''imiz du ning ichida yotibdi. Bunga qarab turib shu xulosa qilishimiz mumkin bo'ladi. Murakkab bo'lmagan funksiya hamda murakkab funksiyaning differensiali ko'rinishi o'zgarmaydi. Ya'ni murakkab funksiyadan olingan differensialning shakli o'zgarmaydi. Ya'ni erkli o'zgaruvchi o'rniga funksiya olinganda ham uning shakli o'zgarmasdan qoladi. Endi bu tasdiqlardan birini, masalan, 4-chisini isbotini keltiramiz. Mana ko'paytmadan olingan hosillar differensial, ya'ni ta'rifga ko'ra ko'paytmaning hosilasi ko'paytirilgan dx bo'lishi kerak. Ko'paytmaning hosilasini biz o'tganmiz. u'(x v ko'paytirilgan u ko'paytirilgan v'. Endi o'shalarni demak dx ga ko'paytirib chiqadigan bo'lsak, bu yerda u'(x dx'imiz du ni beradi. v'(x dx'imiz demak dv ni beradi. Endi differensialni taqribiy hisoblashda ishlatilishi, ya'ni funksiyaning differensiali uning orttirmasidan cheksiz kichik miqdorga farq qiladi. Bundan taqriban delta y ni taqribiy dy ga teng deb qaraymiz. Ya'ni mana bu cheksiz kichik miqdorni tashlab yuboradigan bo'lsak, tenglik o'rnida bizda taqribiy belgisi bo'ladi. U holda mana funksiya orttirmasini yozadigan bo'lsak, fx plus delta x minus fx barobar f'(x) ko'paytirilgan delta x hosil bo'ladi. Ya'ni taqribiy teng. Bundan fx ni o'ng tomonga o'tkazsak, quyidagi formulaga ega bo'lamiz. Bu formula taqribiy hisoblashlarda ishlatiladi. Mana masalan, misolga qaraydigan bo'lsak, 0.98 ni ildizidan chiqarish kerak. Endi funksiya sifatida fx barobar ildizosti x ni ko'rinishda olamiz. Uning hosilasi 1/2 ildizosti x. Bu yerda x ni 1 deb olamiz. Delta x ni esa minus 0.02 deb olamiz. U holda chap tomonda fx plus delta x bo'lib qoladi, ya'ni funksiya orttirmasining birinchi hadi. Barobar fx plus f'(x) ko'paytirilgan delta x hosil bo'ladi. Bundan o'rnlariga qo'yadigan bo'lsak, mana x barobar 1 minus 0.02 bu ildizosti 0.98 ni ifodalaydi. Bu taqriban barobar ildizosti x. X ni o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsak 1 chiqadi. Delta x ni o'rniga minus 0.02 taqsim 2 ildizosti 1. Bu 0.099 chiqar ekan.
Endi shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Birdan kichik sonlarning ko'paytmasi ortadi, birdan katta sonlarning ko'paytmasi esa kattalashadi. Agar ildiz chiqarsak kattalashadi, kvadratga oshirsak kichrayadi. Keyingi misolimiz mana ildiz osti 4-darajasi ildiz ostida 16,64. Buni demak fx barobar n-darajali ildiz osti x funksiya hosilasini topamiz. Bu quyidagi ko'rinishga ega. Shundan foydalanib n ning o'rniga 4 qo'ysak, quyidagi formulaga ega bo'lamiz, ya'ni taqribiy hisoblash formulasi. Bizda misolda quyidagi formulaga ega bo'lamiz. Misolimizda x'imiz 16 ga teng, delta x'imiz 0,64 ga teng. O'rniga qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, demak 16,64 dan 4-darajali ildizimiz barobar 4-darajali ildiz ostida 16 ko'paytirilgan 1 plus 0,64 taqsim 4 ko'paytirilgan 16 chiqdi. Bu barobar 2,0.2 ga teng, 2,102 ga teng bo'lar ekan. Endi quyidagi taqribiy hisoblash formulalaridan foydalanishimiz mumkin. Faqat bu 0 atrofida o'rinli, 0 ga yaqin, ya'ni x'imiz 1 dan kichik bo'lgan hollardagina ishlata olamiz. Ya'ni 1 plus x ning alfanisini taqriban 1 plus alfa x ko'rinishida hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Ildiz osti 1 plus x'imizni 1 plus 1 taqsim 2 x y darajasi x'imiz 1 plus x logaritm 1 plus x'imizni o'rniga x funksiyasini ishlatishimiz mumkin. Faqat 0 atrofida. Shu narsaga yaxshilab e'tibor berishimiz kerak. Endi yuqori tartibli differensiallar. Agarda birinchi tartibli differensial mavjud bo'lib, undan yana bir marta differensial oladigan bo'lsak, u holda bu ikkinchi tartibli differensialga teng bo'ladi. Agarda n-birinchi tartibli differensialdan yana bir marta differensial oladigan bo'lsak, bu n-chi tartibli differensialga teng. Endi hisoblab ko'ramiz. Mana hisoblab ko'radigan bo'lsak, ikkinchi tartibli differensialni bu yerda f'(x) ko'paytirilgan dx ni ikkita funksiya sifatida qaraymiz hamda ko'paytmadan olingan differensial formulasidan foydalanamiz. Shunda birinchi funksiyaning differensiali ko'paytirilgan dx plus f'(x) ko'paytirilgan dx hosil bo'ladi. Bu konstant odam differensial 0 ga tengligidan, demak f'(x) ko'paytirilgan dx kvadrat hosil bo'ladi. Endi n-chi tartibli hosilada ham umumiy holda xuddi shunday yozishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni d y barobar f ning n-chi tartibli hosilasi ko'paytirilgan dx ning n-chi darajasi. Bu n-chi tartibli hosilani argument differensialning n-chi darajasiga ko'paytmasiga teng bo'lar ekan. Mana ikkinchi tartibli hosila, n-chi tartibli hosilalar uchun bu ifodalarni biz oldin ishlatgan edik, belgilashlarni. Endi keyingi misol funksiyaning birinchi va ikkinchi tartibli differensiallarini toping degan. Oldin birinchi va ikkinchi tartibli hosilalarni topib olamiz. Bundan demak mana y shtriximiz x taqsim ildiz osti 1 plus x kvadratga teng, ikkinchi tartibli hosilamiz 1 taqsim ildiz osti 1 plus x kvadratning kubiga teng bo'ladi. Ularga demak birinchi tartibliga dx ni ko'paytiramiz, ikkinchi tartibliga dx kvadratlarni ko'paytiramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.